Hurmatli kuzatuvchilar, bizda intimniy sujeniya, ya'ni patsientimda qon toraytirish jarayonini maxsus so'yikli lazer yordamida amalga oshiryapmiz. Asalom, bizga kelishingizdan sabab nima bo'ldi? Nima sabab bo'ldiki bizga protseduraga murojaat qildingiz? Balandroq gapirsangiz. Mani yoshim 55 da. Yoshlari 55 da. Aksirganimda, yugurganimda siydik qo'yib olish holatlari bo'lyapti. Asosiy sabab shu. Eshitdinglar, patsientim yoshlari 55 yoshda, aksirganda peshob qo'yib olish holatlarini maxsus apparatda bartaraf qildirgani kelganlar. Haqiqatan protsedura aynan shu muammolarni juda ham yaxshi yechib beradi. Возрастной yoshga doir qandayga qarichilik holatlarini, aksirganda peshob qo'yib olishlarini, aloqa paytida havo chiqib ketish holatlarini, oldi o'sha передний senkada tushib qolish holatlarini ham yaxshi ko'tarib lecheniya qilib beradigan maxsus oxirgi trenddagi apparatimiz, so'yitli apparatida protsedura amalga oshirilyapti. Protsedurani akusher ginekolog Nargiza amalga oshiryaptilar. Patsientda bir marta emas, 3 marta qilinishi kerak ekan bu protsedura, chunki qon devorlarida juda ham bo'shash kuchli. Har bitta qilinganda rezinkaga o'xshab qisqarib, mussalar yosharib torayib boraveradi. Ayniqsa yosh katta ayollarimizda peshob qo'yib olish holatlarini davolashda juda ham zo'r. Yosh katta onaxonlarimizda ham bu protsedura juda ham zo'r ishlaydi, chunki musulmonchilikda peshob qo'yib olib yurish ham bu islomda ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, kelsanglar, muammolarni bartaraf qilib beramiz inshaalloh.